Meni oyog'im yoshligimdan og'rirdi, revmatizm, poliartrit bo'lganman. Oyog'im og'rig'iga umuman chidab bo'lmaydi. Ayniqsa 50 dan oshganimdan keyin hijoma oldim, ariga chaqtirdim. Foydasi bo'ldi, lekin unaqa emas. 2-3 kundan keyin yana qaytalab olaman. Keyin Ganoda bitta opaxondan gel oldim, 3 marta surdim. Qishin yozin jumpaytoqda yurardim. Doim oyog'im muzlab, yaxlab, uni og'rig'iga chidolmasdim. Og'rig'iga ko'zimdan yosh chiqib ketardi. 3 marta surkagandan keyin qutuldim. Jumpaytog'imni yechib, kafelda ham bemalol yurib ishlayapman. O'zim kafelda ishlayman, kafelda yura olmasdim. O'zim aptekachiman. Hijoma, mana oyog'imni ham oling. Mana hijomalar qildirganman. Mana 2 kun, 3 kun yaxshi bo'ldi. Mana aridan allergiya bo'lib qoldi. Shunga ham gel surkadim. Xudoga shukr, 3 marta surkaganimdan keyin yaxshiman. Oyog'imni o'zimni oyog'imdek his qilyapman. Ana, qanday yaxshi. Sizlar endi mana kofesidan ichyapman. Sizlar ham o'sha geldan olib ishladinglar. Umuman buni ziyon tomoni yo'q ekan, zarari yo'q ekan. Yashang, rahmat.